Mana shu yerda giloslar ekkanmiz, payvand qildik. Vodiyda yaxshi giloslardan bu yil shu yerda 15 tarafdan 9-10 million daromad ko'rdik. Mana bu yangi giloslar bular, xudo o'zi yana 2 yilda tayyor bo'ladi. Bu olmazor o'zimiz do'konda sotamiz mana shu olmazorni hammasini. Juda ham 1 tonna olma olamiz. 10 sotiqda 3 tonna kartoshka oldik. Joyiga yana 110 kilo chesnak ekdik. Kiramiz. Qizili. Mana urug'ligi bu. Kattalar magazin sotib tashlaydi. Kartoshka ekdik. 10 sotiq joydan shu yerdan 3 tonna kartoshka oldik. Joyiga mana qayta ekin chesnak ekdik, 110 kilo chesnak ekdik, 1,5 tonna. Shuni chesnak olish niyatimiz bor. Gacha pishadi, buni 1 kilosi 70 ming turadi. 1 stakan suv 20 ming turadi. Bu navi qanaqa? Bu shot deyiladi, davinaga, qon bosimiga, yurak kasaliga doridir. Ana bir narsa qilsangiz, mana qo'shlar shu qarab qilar ekan. Va qo'shlar ham ekyapti. Makka, boshqa, patishga, savzi. Mana shu yerlarga mana quyosh paneli o'rnatildik. O'sha hokimlarning maslahati bilan oyiga 4 millionda to'kishlardi ilgari. Hozir 1,5 million, 1 milliondan ishlayapti. Oyiga 2 million foyda degan narsa. Panelni pulni hisoblasa 1 yilda chiqib ketar ekan. Bu bizga juda katta foyda qildi. Shu hokim bor yangi ishchi o'rnish yarashda tashabbus bilan chiqdilar. O'shada mana ishchi o'rni yaratgan yana 2-3 ta deb mana bu yerdan fast-food lavashxonalar ochdik. Mana qo'shimcha ishchi o'rnilar yaratdik. Hozir nechta ishchingiz bor? Hozir 8 ta ishchi bor. Bu yerda qurilish do'koni bor. Shular hammasi o'zimizdan olib ishchilar ishlayapti.